Xitoyning dunyoga danglik Amerika şirketi bo'lgan Xeykang texnologiya guruhi Xitoy hukumatining Sharq Turkistonni bostirish harakatlariga hamkorlashganligini izchil rad qilib kelgan edi. Lekin Amerikadagi IPVM nomli tor bexatarlik shirkati ichki tekshirish elib berish orqali Xeykang shirkatining Xitoy hukumati bilan Uyg'urlarga qarshi tuzgan to'xtamlarini bayqagan. Amerikadagi Axios Store'ning xabar qilishicha, IPVM tor bexatarlik shirkati Xeykang shirkatining Uyg'ur diyoridagi saqchi tarmoqlari bilan tuzgan ba'zi to'xtamlarga erishgan. Axios'ning xabarda aytilishicha, IPVM shirkatining Axios Store'ni ta'minlagan uchurlardan Xeykangning rayondagi saqchi tarmoqlari bilan tuzgan to'xtamlarida Uyg'urlarning bir butun millat sifatida nishonga ilinganligi ma'lum bo'lgan. Angliya Tashqi ishlar ministrligi mablag' bilan ta'minlagan bir dokladga qaraganda, mazkur davlat yashaydigan Uyg'urlarning 60% Xitoy jasuslarining parakanchiligiga uchragan va oilasi Xitoy hokimiyati ostida bo'lg'achqa tahdidga uchrab, bir-biriga jasuslik qilishga majburlangan. Xitoy tahdidiga uchragan kishilarning ba'zilarida Uyg'urlar yig'ilgan namoyishlarda rasmga tortib avatib berish talab qilingan bo'lib, ba'zilari xalqaro kechirim tashkilot qatorliq tashkilotlarga kirib doklad o'g'irlashga buyurilgan. Xitoy bu usullar bilan Uyg'ur jamoatchiligida davolg'ush va ishonchsizlik paydo qilishni maqsad qilgan. Sheffield universitetining bir tadqiqotchisi ilib borgan tadqiqotning bir qismi sifatida Angliya, Turkiya va Tailanddagi Uyg'urlar ziyorat qilingan. Amerika Federativ tekshirish idorasi 17 aprel Nyu-Yorkda ichki Xitoyni qo'lga olgan bo'lib, ular Manhattandagi Xitoy shaharchisiga yaqin joyda atalmış maxfiy saqchixona qurishga chetilgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, qo'lga olingan bu ichki Xitoyning biri 61 yoshli Lu Jianwang, yana biri 59 yoshli Qin Jinping bo'lib, bular dushanba kuni uyda qo'lga olingan. Lu familiyalik Xitoy Nyu-York Changli jamiyatining raisi bo'lgan. Chin familiyalik Xitoy bo'lsa bosh kotib bo'lgan. Yevropa İttifaqı Komitetining raisi Ursula von der Leyen Xitoy bilan bo'lgan munosabat haqida to'xtalganda, Yevropa Ittifaqı Xitoy bilan bo'lgan munosabatdagi fursat va xirisni aniq farqlantirish orqali xatarni azaytishga ehtiyojli, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ilmiy munosabatni buzishni xohlamaydi dedi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Tayvan masalasining Xitoyning ichki masalasi ekanligini qayta ta'kidlab, 7 davlat guruhini bir Xitoy prinsipini qat'iy qo'llashga chaqirdi. Xitoy poytaxti Bejandagi Changfang doktorxonasida noma'lum sabab bilan o't ofat yuz bergan. Shu yer vaqti 12 57 da Balnest bo'limida boshlangan o't ofatida 21 odam o'lgan bo'lib, o't ofat yuz bergandan keyin jami 71 bemor qutqizish atriti tarafidan yaqin atrofdagi doktorxonalarga yetkazilgan. İjtimoiy taratqularda ham baharlangan sinlarda bir kishining derazaga esilgan parda bilan o'zini yerga otganligi, ba'zi kishilarning deraza ostidagi havo tangshig'ichga chiqib olib, qutuldirilishini saqlayotganligi ko'rilgan.